Assalomu alaykum, obzor qilamiz kanalining obunachilari. Andijon viloyati Baliqchi tumani markazida 4 ta Greenford buqachamiz. Narxlari 28 million so'mdan 32 milliongacha. Dastavkamiz yo'q, chunki egasi dehqon. Variantlar ham yo'q. Buqalarimiz ichish joyidan mono nima deyapti akalar? Nima deyapti desam bitta-ikkitasi yozibdi, gapirmayapti deb. U gapirganda sirkka qo'yardik, YouTube'ga qo'ymasdik. Yoshlari 9 oy bilan 1 yoshda orasida ekan. Buqalarimiz tepadan ko'rsatamiz. Buqalarimiz Greenford. Semental emas, toza Greenford. Yeyish, ichish, sog'lig'i hammasiga garantiyamiz bor. Akalar, video olish oson bo'lmayapti. Like bosib qo'yinglar, podpiska jalka bo'lmasa. Mana yalan beryapti. Yu, kepak bo'lmasa, mana kepak o'zi. Endi bu mollar yem yeb qolsa, Hoji aka. Hoji aka qanisiz? Hoji akamiz yuzini ko'rsatish xohlamadi. Fermada ham yana 30 ta moli bor ekan. Ularni ham bugun erta obzor qilib sotuvga qo'yamiz dedi. Ishlaraylar qo'yadi. Mana ko'rish yo'q. Hoji akamiz shinavandachilikka olgan. Nima deyapti akalar yeyishi? Quruq kepak, quruq somon. Kepakni o'zi bilan semirayotgan buqachalarimiz. Manzilni yana bir bor aytib o'tamiz. Andijon viloyati Baliqchi tumani, Baliqchining sentrida. Akamiz dehqon. Baliqchining sentri 30 metrli ko'cha. Boshlar nima deyapti? Muhtoj qisib qo'yibdi, olgan odam almashtirib oladi. Mollarimiz bog'lanmagan, zagonda yuribdi. Haydab ko'rsatamiz. Chuv. O'sha semirgandan-da Hoji aka. Ya'ni yorqqa chiqyapmiz. Bu tomondan qorong'i ko'rinar ekan. Bu aylanib oxirda yona kelaverar ekan. Chunki parodasi bor. O'zimizni mesni mollarni qo'yib bersa nima bo'ladi bilasizlarmi? Payhon qiladi hamma yoqda. Birinchi bor non tandirni buzadi. Mol shu birinchi bor non tandirni buzadi. 1 2 3 4. Soni 4 ta. Fermaga bugun erta o'tamiz Hoji aka. Ko'ngil uchun ha deb qo'yinglar. Hoji aka ham ko'ngil uchun ha dedi. Bu chiroyli video ham qila olmayapman, chunki birinchi reklamamiz bizda. Telefon qilaverasizlar, lokatsiya tashab beradi. Shu mollar sotilib ketish kerak. Akamizdan olgan 300 ming so'm pulimiz. Bizga baraka topaylik Hoji aka. Biz ham o'zimizdan baliqchidanmiz. Videoni cho'zish uchun aylantirib video qilyapman. Tashqariga chiqarib beraman deydi. Makkan ichidan mol haydamay dedim. Mollar ham yuvosh mollar ekan. Ki.
tomondan bu tomonga, bu tomondan u tomonga. Tanasi nima deyapti? 1 gram go'ng yo'q tanasida, akalar. Bu tagi doim toza turgan. Uchalasiga, to'ralasiga bittadan 3 ta ventilyator qo'yib qo'yibdi. Ana yana aylanib o'xirdi yoniga bordi. Yo'q, o'xirda ovqat yo'q. O'xirda yo'q narsani ham yalab yeb, topib o'zini o'zi semirtirar ekan. Yoshlari 9 oylikdan 1 yoshargacha. Narxi 28 milliondan 32 milliongacha. Bitta molni 5 martadan videoga olyapman akalar mana. Sizlar uchun. Tanasida qaytida 1 gram go'ng bor akalar. Hozir akamiz bitta. Qani o'tinglar. Hozir aka bu nuqtasini qachon almashtirdingiz? 1 hafta oldi dedingizmi? 2 kun bo'ldi. 2 kun bo'ldi. Tushdi nuqtaga. Nuqtaga endi tushdi? Ha, shuni zagondan endi tushdi. Ha, zagondan Tugachga nuqta soldik xolos. nuqta solindi arg'amchiga baylanmagan-a? Yo'q, endi o'shani o'rgatayapmiz. Bu nuqtani endi solinib bo'yniga 2 kun bo'pti. U mana yerga baylab qo'yilgan molmas ekan. Bu yugurib yurgan mollar ekan. Sog'lig'i joyida, qon aylanishlari o'ta ham zo'r. Ke polvon. Muah deyapti-yu. Bugungi chistoyimiz 18 mi? 16 mi? Biz kelajakdan kelib qo'yibmiz-ku. 2026-yil 16-iyun. Hafta kuniga seshanba. Keyin hoji aka siz gapirib bering. Hoji akamizda hayajon bo'layapti. Buqalarda egasini nomerini ekran ostida qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kelib ko'raman deganlar uchun Telegramda lokatsiya tashab beramiz. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Bizga qo'ng'iroq qilishyapti.